Yaxshimisiz do'stlar, men sizlarning 100 tuban qiziljan do'stlaringiz yandan boyan. Hey bechora qiz, mushundaq bir qism odamlar o'zining badanini bozog'i silib, nom chiqara olmay yurgan kunlarda bir obdan vanxung bo'ldigan fursatdan kechib, numus ishda o'lab qolganingizga men hayron bo'lib qoldim. Bu ishdan keyin Vashi doktorning mashina odam plani vaqtincha to'xtatilib qo'yildi. Bu oraliqda Vashi doktor shuncha tirishib buningga yesat o'rgatmoqchi bo'lsa-mu, hech qanday unumga erisha olmaydi. Ahmoqkansiz, doktor afandim. Men yavbaga bir hafta besib apirgan yesat degan tepib ko'krakdan chiqib ketdi-jimi? Mana mushundaq kunlarda chidini chaqmoq uruytib kelib, insonlarda shuncha jiq turli tuyg'u hissiyotlar tursa o'rganmay, xo'ylanishni boshlayib o'rganib oladi. Shuningdan keyin u e'tirofga erishib, doktor Vashiga nurg'un shon-sharaflarni elib keladi. Sanomi xo'shalligida chidining mangziga birni cho'ppini so'yib qo'ydi. Allah, yaman qildingiz-da Sana. Mana musha bir habba bilan Chidi Sanani yaxshi ko'rib kelib, kullamchi yigitga o'zgarib qoladi. Mushiningdan shuni bilib olgani bo'ladiki, qizlar hargiz uyinglardagi oila elektr saymonlarini qalaymiqan suymanglar. Chunki ular Chidida kullamchiga o'zgarib qolmagan taqdirda-mu, ang bo'lmaganda sizlarni to'ktib bitishi mumkin. Shu kundan boshlab Chidi boshqacha bir hissiyat paydo bo'lib qoldi. U o'ng yassimi Sana, dum yassimi Sana. Hatta Sana'nın tug'ilgan kunida ochiq oshkori o'zining yangisini ko'rsatib, Vashidan xotin talishidi. Vashi nimil degan bilan Vashida qiz bolaga unda tayin yo'q, alay-balay va'dalarni berib o'tirgandan xalq olam oldida Sana'ga to'y taklifini qo'yib yuborsam bo'ldi-ku deb o'ylaydi. Mana qandaka, Chidi, yig'ibga sen shu Sana'ning o'ynab tashlayotgan cho'ngchi va eski to'mi si xolos. Lekin Chidi taqdiriga faqat tanbamidi. Xalqning muhabbatini zo'lab suyolmoqchi bo'ladi. O likchak, sen mening ayolimga nima qilmoqchi? Men Sanani suymoqchi. Xalqning muhabbatini suyish adab axloq to'g'ri kelmaydi. Afandim, siz menga insonlarni suy degandingiz. Mana Sana, obdan bo'ldimi? Suyingizni iqtinga shunda mashina odamga. Bir obdan po'lat temir odamni suyuq metal odamga o'zgartib qo'ydingiz. Shunglashqa o'g'illar beka-bekadan qiz do'stiga telefonni azoyna deb kullamaydi. Telefondan bir kuni mushundaq eshakning pochiga chiqib qolmasin deb o'ylaydigan yeri bor-da. Shuning bilan Vashi doktor Chidini buda yana qiz do'stimga chachirsang pochig'ini chiqib etaman deb ogohlantirdi. Lekin sodda Chidi buni faqat bir dadisining balog'i bo'lgan qo'qoq selishi deb o'ylab qilib, o'zining lavozligini qilaverdi. O'ylamagan yerdan doktor Vashi Chidining pochig'ini chiqib par qilib axlatxonaga tashib etdi. O qizni qo'yaysan Vashi doktor. Oshundoq japoda yasab chiqqan narsangni axlatxonaga tashib etamsan? Shu bilan setibasangmi kilosi shikkoydan to'xtaydi-ku o'manda. Jam beqishni bilmaydigan bir ballada zadim shu. Vashi doktor bu ishdan qattiq azoblandi. Sana bo'lsa bu ishni pisantiga olmay ko'ch-ko'ydagi ko'sar kiyib olgan balllarga chachirab yuraverdi. Mana masala mush qiz balada. Chidi bechoramda nima gunoh deysizlar? Chidining pochig'ini chaqqacha, mau Sana deganning pochig'ini chiqib olsa, ishlar tugay.